Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, bugun sizlar bilan Lexus'ni lyukini ko'rib chiqamiz. Qanday chiqarishdi? Buni internetda topa olmadim. Bu yangi chiqqan Lexus'lardan 250 dan gibrid. Shuncha ancha qiylandim buni chiqarishga. Kimgadir mesela menga o'sha kerak bo'lishi mumkin deb shu video chiqarib qo'yapman. Bunaqa sistemada bo'lar ekan bu. Mana rezinkalar nimaga kirar ekan? Neydi? O rezinka nimaga kirar ekan? Bunun sababi mana onu ushlab turar ekan. Molikimiz o yamkaga tushyapti yerga. Yine jiladi. Ochilib yopiladi. Şimdi bunu sovigandan keyin bu rezinkani solib qo'yasizlar. Bu yine chiqib ketmaydi ekan. Bu ichidan turib, kabinkani ichidan turib ochiladigan narsasi bu. Bunday jiladi. Qo'lda jiladi bu ruchnoy. Endi bu ruchnoy jilgandan keyin mana bu narsa maga turar ekan. Mana. Maga shunday solib bossanglar moshtirqida ilinib qolar ekan bu plastmassas modda eshigiga. Bu ham ketdi. Bu aynaga ustida turganda qaysi tarafdan chiqarishni bilmay boshqatida ozgina. İnternetga kirsam internetdan topa olmadim. Bosh ko'niklar ko'p ekan. Lekin emas 252 yo'q ekan internetda. Men shuning uchun sizlarga ko'rsatib qo'yishni maqsad qildim. Akalar, mana bu plastmassasi bo'lar ekan. Bu ikkov bo'lar ekan. Mana bu plastmassasi maga tushar ekan. Bunday tushar ekan. Bu to'siq bo'lar ekan. Bu orqasida mana bolti bo'lar ekan. Bu boltlar ko'rinmaydi ekan. Bu rezinkasi orqasida bo'lar ekan. Buni ham hozir qanday turganini ko'rsatib beraman. Mashina mana uni plastmassasini tekis tortsanglar chiqar ekan bunaqa. Nimasi bor ekan? Mondan chiqar ekan. Kiligi bor ekan. Faqat tekis tortish kerak ekan. Tekis tortsa chiqar ekan. Orqasidan mana rezinkani tortsa chiqar ekan. Keyin mana ikkita bolti bo'lar ekan. Mana shu boltni bo'shatsa aynan chiqib ketar ekan. Mana bu rezinkasini ko'rsatib beray. Rezinkasi mana turar ekan. Bunday turar ekan. Bunday turar ekan. Mana bunday qilsanglar chiqar ekan. Ha, akalar. Sistemasi ham ancha sложный ekan. Uni ichida remey yurar ekan. Ikkovidashi remey oxirigacha olib borib kelar ekan. Mana akalar, kimdir mana shunaqa qiyinchilikka duchor bo'lsa, mana shu videoni ko'rib bilib olasizlar. Savollar bo'lsa bersanglar inshaalloh javob beramiz. WhatsApp nomerlarimiz 996 dan 706 403 410. Kimgadir foydasi bo'lgan bo'lsa, bizga like kerak emas. Alloh rozi bo'lsin desanglar kifoya. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.